Qadam Chin muhabbet aqidang bilan dilxonamga tashlasan qadam Chin muhabbet aqidam bilan dilxonamga tashlasan qadam dilxonamga tashlasan qadam Hozir o'ylab baqsaq shu chaqlar uning niyati boshqa ekan. U ash kiyim-kechaklarni, katta ziyofatlarni yemchik qilib, bizni qamoq ilindirmoqchi bo'pti-ku Faridada. Po'lat akam ogohlantirmagan bo'lsa, uning qapqini dastab salakanmiz. Aranglarda bir ish yuz bermagan-ku. Voy yo'q, qayerda biz yo sarang bo'lmasak. Undaqda ularning oldida duduqlaydigan hech qanday yeringlar yo'q, shundaqmi? Albatta, biz teh dukunuq berib, toza bir ochig'imizni chiqaraylik degan to'xtaxi. Yo'q, undaq qilsanglar bo'lmaydi, sing'illarim. Gap so'zlar chiqlab ketadi. Eng yaxshisi men sizlar bilan birga berib, Salih bilan obdan so'zlashay. Siz bu qizlarni Po'lat akam bilan rostilla g'ayri munosabati bor deb qaramsiz? Unda munosabet olmasa, ularni mendan qochirib ishxonasiga akirib olamda, u axloqli akınız. Şirketlarning ishxonasida ishlayotgan qizlar ko'p-ku. Undaqda u qizlarning hammasi mishta deb o'ylamsiz? Bu qizlar ularga o'xshamaydi, singlim. O'z vaqtida mening do'ppamni jigdi sağan bu qizlaringiz. Endi Po'lat akınızın tepapti. Maligisidan o'g'ir kuchlik degandek bizga qarchaplayapsiz-ku texi. O'zingizning pishonasini silib etmay. Po'lat akam qarchaplaymaydi uchun nomus qilsangiz bo'lmamdi. Po'lat sizlarni uning ishxonasiga berib, jidal chiqarib, obro'ni to'kuytinglar degan o'xshamamda. O'ltiringlar qizlar. O'zingni besilinglar. Biz bu yerga g'avg'o terg'ili, jidal majra chiqarg'il kelmadik. Men o'nchilik do't emas. Sizlarni u nima maqsadda avatganligini obdan bilaman. Uning maqsadi mening o'zimni to'kib, tijoratimni oqsatmoqchi. Po'lat akamni tishlab tatmang Salih. U bugun bizning bu yerga kelganimizni bilmaydi. Men Arzugul bilan Shirin qarab ichinib, amalsizlikdan bu yerga keldim. Sizning sing'illaringiz bordi, ha? Bular jamiyatga andil qadam qo'ydi. Bu qizlar Po'lat akamning ishxonasida ishlaganlik uchunmi? Bulardan gumon qilib ishda ayblasak, adillik bo'lamda? Rost aytasiz, singlim. Men ashunda adolatning nima ishkanligini bilmaydigan bir ahmoq odamman. Shunlashqa mening boshdan oyoq qilayotgan yaxshi ishlarimning hammasi oxir kelganda yomon bo'lib chiqyapti. Shunga qiyinchilik va o'quvchilarning beshini silayman deb, og'aylarimning ko'nglini olaman deb oxirda balada qoldim. Men mushunda sho'r peshani tug'ilib qolgan o'xshayman. Undaqda o'zingizning peshonasiga putilgan o'xshaydi. Bo'ldi qizlar. Bu ishmi aydinlashdi. Siz heli Po'lat akamni mening o'z obro'yimga daxl qilib, sodamni oqsatdi deb aybladingiz. Do'stlik nur shirkatining bosh direktori, Gov bosh direktoriga sifatsiz quruq mevlarning gapini qilgan Po'lat akam emasdi. Nima dedingiz? Sifatsiz quruq mevlarning gapini da'tamsiz? Ha. Kimdan oldingiz? Gov bosh direktor kimdi alganligini deb beribdi. Kimga? Po'lat akamga. Mushunda to'qinoq balaning hammini menga atinglar. Salikanli chidashlik ko'tirib ketadi. Mushunda yolg'on gapni kim degan bo'lsa, boshqalarning sodisini oqsitishga urinyotidi desak bo'ladi.
Ay gözüm durmamay. Oturun lan. Bizim küçük Batur apam beni kaçan doğdu, yorukmayan, kaçan görmedi adı. Yoruq dünya gelse, onun xap qılasız qaçan. Biz şimdi küldürüp çoğulmaya almak kozamdı. Kişinin gibi şengil bulamdı. Menim o. Oy, yargı sizni yığlatmayman degandiniz. Emniyette qandaq bo'ldi? Bo'ldi Nadira. O ko'ngilsizliklarni unutib ketaylik-ku. Bo'lmasa bolaning salomatligiga ta'sir etadi. Mening salomatligimga ta'sir yetsa koringiz yo'q o'xshamamdi. Undaq emas Nadira. Siz bo'lmasangiz mana nadiki bola. Sizning salomatligingiz oilamizning baxti. Ağzınızdan uçça da undaq deginiz bile. Ma qusqamdaki balını demişsiniz. Qo'limga küdük öpemni tutquzupla alla burun yolga sağan bulatdızım qilib. Konu hamonu sormağsan sorultudunuz mu yine? O çağda bazı işler kalamda ötmegeçke özümnü mü sizni mi bir mezgil azaplaganlıqım birazdı. Lekin bu ötmüşüp kaldı da. Şu en yaxşısı bu işten emdik tegmeyli. Ben ötken buz geçti daha. Ben bu özümün qığanlarını oylasam Eldar. Aldığınızda xecilmən. Ötken işlerge salavat. Hazır bir vazifeniz aman esen boşunuş. Şu burniki kır jüme, tamak etime, öy tazlayma demey, özünüzü optan kütün. Yaxşı aram elan. Ay undaq qısa, koniki siliniz qozgulup qaptı da dersiz yana. Yo'q, undaq demeyman. Qalaymiqa harakat qilaversiniz, bolaning yetilishiga ta'sir etadi. Ay Farida adam. Normal harakat qilib bersangiz bolaning yetilishiga foydaliq deydi. Davrda. Harakat qilaverib bola normalsiz tug'ilib qolsa Faridadan to'lab beramda. Ay, doktorning gapiga ishonmasak bo'lmas, ha? Farida adammo bizga yaxshi bo'lsin deb dedi u gaplarni. Tamoq etiman deb put qo'lingizdan saqlayalır qolmadi. Shu endi homiligimni xiym xatar yetib qolamkin deyman ha? Ay, undaqmi bo'lmas. Uydagi uşaq tushak ishlarni qilaveray. Bo'lmasa o'rinlashib, eg'ilishib ketgandek his qildikanman. Bo'ldi, o ishdan o'zim qilma, salashma. Ay cahillik qilma. Qarang abdingizga. Üstü bishingizning hamma yeri un bo'lib ketibdi. Haqlar ko'rsa, nim deb qilamdi. Haq nimdis tamam da. Buni haq tug'ib beramtimi? Ay ras. Dadam bilan opamlarning xo'shalligini demaysiz taxi. Ular navirlik buldigan bo'ldik deb, xo'shalligida o'zini na qo'yishni bilmay qo'ydi. Şuna hazır endi muhimi sizden salomatligingiz canım. Ildar. Men sizga sizik bo'lib qolgan o'xshaymadimi? Unda qo'si sizdan jiroqroq turmasam bo'lmag'idek. Meni qattiq tutulib qilib yeyasiz qanaqa. Ay, ba'zan ayollar cho'qirang. Eg'ir oyoq vaqtida eriga sizik bo'lib qoldi ekan. Eridan 1 minutmi ayrilg'isi kelmaydi deydi. Undaq bo'lsa xizmatimni qanaqa qilaman jinim? Men sizni xizmatingizni tashlang demaganman. Undaqku demadingiz, eriga sizik bo'lib qolganlarni eridan 1 minutmi ayrilg'isi kelmaydi ekan dedingiz. Şunu sizin sizik xumaringizni qondirish uchun xizmatimda istifa berib kecha kunduz ko'zingizga qarab o'tiraymikin deyman. Ayto. Voy.
Polat. Aslida sizga yolg'izlikning dardini tortqizmasam bo'ladi. Men buni cho'qim to'liqlayman. Mace. Ha, ma'qul. Lina. Nima siz? Voy. Keldi. 哎呦，李娜你好吗？来来来，坐。来，这是我一点心意。哎呦，这是我给宝宝买的奶粉和衣服。我这还没生呢，你干嘛这么客气啊？迟早的事儿呀，这是。要是宝宝一出生能穿上我给他买的衣服，我该有多高兴呀！哎呦，谢谢啦。客气。我给你倒茶啊。好嘞。Lina yaxshimi? Yaxshi, Sanju。 Yaxshi. 来喝茶。来。哎，看你这身打扮是要承担家里所有的活啦。为了咱家宝宝，我愿意伺候他一辈子。哎呦喂，呦喂！你要能给他减少负担的话，我就谢天谢地啦。他这哪是在关心我，他这是在关心没出生的宝宝呢。哎呦，别这么说，我们最关心的还是你啊。尤其是我最关心他，不然你看我成这样子了。是吧？Senem, siz yenimde bo'lmasangiz qat'iy bo'lmaydi ekan. Bundan keyin sizni hech narsa avatmayman. Aile, yurt degan boshqa gapgan bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Menmi sizinchu, endi hargiz yolg'iz qo'yib qo'ymayman. Hozir shirkatimizning doirasimi, savdimizning to'rimi kengayib ketdi. Siz yenimde bo'lmasangiz, men yolg'izchilik tatib qoldi ekanman. Shunga sizning orzuyingizdagi maktabni tezroq quraylik deyapman. Necha yillardan beri yolg'izlikning dardini tatib, toza jafo chekdingiz. Saboqdoshlarimning shirkatlariga borgandim. Shundoq taraqqiy qildi-danga. Ularning o taraqqiyotga qarab, shunchalik masligim ketdi. Qurbanning maaş bilan bu güldek ötüp giderdi qadaş. Yavaldoq degan bilan oxirdan yondurdigan ish bor ekan. Bichar Qurbanni tugishibli ketdi. 10 oylik yarışımni qo'saqlari kiribli ketdi. Qo'rqmang, hech nim bo'lmaydi deb. Uni o'tqishdagidan o'ylasam, bit pushaymon qilmadi. Ko'ngling yerim qilmag'ina adash. Sening darding va mening dardimga yamoq bo'lamaydi ekan. Nadiraning g'emidan endi qutuldim desam, ma urug' tuqqanlarimning miras majrasi yuragimni qon qilyapti degina. Tuqqanlaring qaysi mirasni talashib qopti? Ata-onamdan qolgan ko'ni uyni olmamdi. Shu uyni talashmasa ach-yalang'och qalamiti shu tuqqanlarim. Nima ish talashib qolganda tuqqanlaring u uyni? Ota-onang tugab ketgan shuncha yil bo'lgan bo'lsa-mu, urug' tuqqanlaring shunchalik ijil, inoq bir-birisiga yordam berib shunday yaxshi o'tyapti. Ajab bir ko'z tekkandek ish yo'qdi. Shuni degina adash. Bir shirkat u uyini cheqib, yangi bino soladi ekan. Ozroq pulni ko'rib, inim degan men qarindoshlardan voz kechyapman-da. Yuttiqilning oldiga qaysi yuzimni ko'tarib boraman degina. Qarindosh deganni pulga setib olg'ili, laydan yasib olg'ili bo'lamda. Sen miras davası qilmagan ekan, u majroliq aralashmasang bo'lamdiki deyman adash.
Bika saq beshingga og'riq deb nima qilsa, ko'ngling endi bir oromga tushganda. Ular Yulduzning doktorlik unvoniga erishganligini hamda yaqinda qaytib kelmoqchi bo'layotganligini biladi ekan. Dek do'stim Gul Aysham, qizim, kep qaz bizning shirkatimizga kelib ishlasin deydi. Siz nima dedingiz? Yulduzning o'qituvchi bo'g'isi bor ekan, uni o'zim qurmoqchi bo'lgan maktabga mudir qilg'in ba dedim. Savaqdoshlaringiz cho'qim Yulduzning o'qigan maktabidan taklif qilib, uni maktabga olib qo'ymoqchi bo'lganligini anglagan gap. Yo'qay, uni o'zim berdim. Yulduz meni o'tgan yil sizni aylantirgandek aylantirdi. O'zimning yutining isl yerlarini aylantirgandek huzurlanmadim. Yurtning mehri haqiqatan boshqacha bo'ldi ekan. Uchirg'anli odam, uchirg'anli joy ko'zingizga shunday issiq ko'rinadi ekan. Undaqda mening qadrim toza o'tilmabdi-da. Hey, savdo qilayotgan erlarga qarab qo'y. Sizni gumon qilib qoldim. Voy, bu nima dedingiz endi? Mishada bolcha qiz balaning uyat uy tutib olganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sana men sizga deb qo'yay. Men u erlarga hargiz o'xshamayman, juma. Natay. Bir qo'saqdan chiqqan urug' tuqqanlar to'rt tangani talashib, jidallashib sa'atlashib olsa, el-mal oldida izzat obro'yini saqlamay olsa, qanday chidab tura olaysan? Ular sening mushundaq puchinlayotganing bilamdi degina. Mayli bilsin, bilmasin, men qarindoshlik burchimni ado qilmasam bo'lmaydi. Men ularning bir-biridan juda bo'lganini ko'rishdimmi ortiq azob yo'q adash. Anglasam bu jidalga kelinlarnimi, kuyovlarnimi, hatto nevr chavirlarni so'rab kiribsizlar. Jon boqamay qolgan bo'lsanglar, menga desanglar bo'lmamdi. Mush qarindoshlik, urug' tuqqanlikni ash ko'n uyning topsiga ko'mib deydamsizlar. Bu qilganinglardan ota-onamizning ro'yi ko'rinmamdi deb telefon qildim. Ular nima dedi? Inim. Sen-chu qara, bu ishlarga aralashma. Hey tuzkor, bu degan bizning akamiz. Buni bilgichilikning bo'lmasimi? Puton sunib ketganda akamning yarim kunlik yerdan seni yudib doktorxonaga olib borganini unutib qoldingmi? Ha? Akamning kalallarini setib, sen davolatgandan teni olaydi otamsa. Vapaga japa qilishga, ma vicdoning qandam yo'l qo'yganda sening. Isit akamning san ko'yinganlari. Ko'ni hamon so'rma qara. U chaqda-chu men bir tiyin olmay, kech kunduz ishini qilib bergan uning. İliş yo'q menda. Deydi o dememse o yüz qilin. Benim arkamdan bir gap anlagan o'xshamamsiz. Anladım. Tattamning qo'li qova deydi ekan-ku. Shirkatda bo'lgan ishlarni meni bilmaydi debsiz. Hammani anladim. Nima gaplarni angladingiz?